qaytarilmaydi, boshqani qilmaymanman. Toshkentda ayol GAIdan qochib 30 ta mashinani bosib ketdi. Ijtimoiy tarmoqda yo'l patrul xizmati xodimlaridan qochishga uringan ayol haydovchi boshqa avtomobillarga zarar yetkazgani aytilgan xabarlar tarqalmoqda. Ayol Gentra rusumli raqamsiz avtomobilda harakatlangan bo'lgan. U javobgarlikdan qochishga harakat qilib, yo'ldagi boshqa mashinalarni bosib ketgan. Hozirda ayol xodimlar tomonidan qo'lga olingan. U rulda o'zi bo'lmaganini iddao qilmoqda. Shuningdek, transport vositasi boshqa odamga tegishli ekani aytilmoqda. Kecha ichganman, nechidesiz kecha? Kecha bir aniq ichgandim, yo'q ichgandim. Boshqani qichmayman, spirtdan. Rulga qachon o'tirdingiz bugun? Soat nechada o'tirdingiz? 7 o'sha qat. Nima to'xtamadingiz? Qo'ysangiz. To'xtamadim, qayda. Kim aytdi? Rulni yo'qqa burildi o'zi. Yo'q. Nima shuncha tinch aholi ustiga borib mashina haydayapsizlar? Aka to'xtaylik deb qo'rqib ketdim, to'xtamagan qo'ymadi. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. Nima haqqingiz bor rulga o'tirishga? Haydovchilik guvohnomasiz. Boshqani qilmayman.